Hurmatli obunachilar, mana xonadonimizni ikki qismiga ham kirib oldik. Xonadonimiz umumiy kvadrati 75 kvadratdan iborat. 3 xonali skvoznoy planirovka, ya'ni 3 ta oyna bu yoqqa qaragan va bitta oyna bu tarafga qaragan. Uyimizni xonalarni ko'rsatib chiqaman. Bu birinchi xonamiz, katta, keyingi yorug' shinam xonalarimiz. Sizlar bilan ikkinchi xonamizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda 2 dona spalni va konditsionerlarni ham qo'yib qo'ygan ekan. Tak. Uchinchi xonamiz bu yerda ham hamma sharoitlar qilingan, ya'ni shkaflarimiz bor bu yerda ham. Va bu xonadonimizda 2 ta balkonli, bitta balkoni va bitta balkoni oshxonada. Balkondan chiqqanda ko'rsataman sizlarga. Mana 16 etajli binoning 8-qavatida turibmiz hozir bizlar. Bu yerda bolalar maydonchasi, ya'ni 3 ta blokdan iborat. Futbol maydon, detski va bu yerda kattalarimiz gaplashib o'tirish uchun ham besetkalar qilib qo'yilgan. Xonadonimizni oshxona qismini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu tarafimizda umumiy sanuzel joylashgan. Koridorlarimiz ham uzun va keng. Bu yerda esa oshxona ayollarimiz yoqtirgan. Bu yerda kir mashina, xolodilnik, kuxonniy mebel, gaz plita, ovqatlanish uchun stol-stullar yetarli. Hamma sharoit qilib qo'yilgan. Va bu yerda esa ikkinchi balkonimiz. Uyimizda balkondan ko'rinish qismi ham bu. G'ishtli domlarimiz orqasida metro joylashgan. Shahar ko'rinish qismi. Va domni bu tarafdagi balkonida esa maktab, bog'cha, supermarketlar, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Uyimiz 75 kvadratdan iborat 3 xonali skvoznoy uyimiz. Sergeli Yangi Darxon mahallasi 16 etajli binoning 8-etajda turibmiz hozir bizlar. Metroga peshkom yurganda bir 10 daqiqalik yo'l ekan. Bu uyning narxini egalari bilan talashib, tortishib $68,000 ga baholadik. Agar realniy klientlar kelib olamiz deysa, sunnatiga o'tib beramiz dedi. Bu yerda hamma sharoitlar qo'llanadi ekan. Kvartirantlarni chiqargani 2 kun bo'lgan ekan, $500 dan kvartirant turgan ekan oyiga. Agar kelib kimgadir yoqadigan bo'lsa, $500 ga ijarachi ham qo'yib beramiz. Pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga bemalol chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.